Navbahor va Buxoro Olimpiya stadionida bo'lib o'tadi. Birinchi turda menga o'sha eng o'yini yoqqan jamoa Navbahor desa bo'ladi, chunki o'sha Timur Kapayz rostdan jamoani zo'r tayyorlabdi Dinamoga qarshi. O'yinda Dinamo o'sha tezkor gol urdi, tezkor gol urgandan keyin ham o'sha jamoa o'zini yo'qotib qo'ygani yo'q. Umuman deyarli o'sha yuqori pressingda o'ynaganmisan, to'pli, to'psiz har qanaqasiga umuman o'sha kuni har qanaqa uslubda Timur Kapadze jamoasini zo'r tayyorlaganini ko'rsata oldi. Masalan, o'sha bitta o'sha hamkasbimiz bilan suhbatlashganimizda bu jamoaga o'sha oyoqda o'ynaydigan darvozabon kerak degandi. Men aytgandim, yo'q, baribir O'tkir Yusupov to'g'ri o'sha statistikasini ham aytib o'tdi. Bor yo'g'i 7 marta to'pga o'sha tegingan dedim. 7 marta dedim. Bu juda ham kam bo'lishi mumkin. To'g'ri Timur Kapadzening jamoalarida o'sha ko'rganmiz, himoyadan o'sha pas bilan chiqib ketilardi. Ya'ni O'tkir Yusupovda bu oyoqda zo'r emas, lekin o'sha seyflari bilan baribir jamoaga yordam berdi-da o'sha kuni. Bu tomonni ham inobatga olish kerak degan ma'noda aytgandim. O'zimman mavzudan chekinib ketib qoldim. Ikkala jamoa ham birinchi turda g'alaba qozongan jamoa. O'sha Olimpiya stadionida o'ynar ekan, 19:00 da bo'lar ekan o'yin. Bu o'yinda Navbahorni yirik favorit. Masalan, 3-turda agar shunaqa pressing bilan o'ynaydigan bo'lsa, Paxtakor jamoasini ham qiynab qo'yadi bu Navbahor. Bunaqa agar shunaqa usulda o'ynaydigan bo'lsa. O'tgan yilgi holat hozir yana takrorlanishi mumkin. Yo'q. Bitta tur oldin yana fikr bildirish. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Mana shu o'yinni o'zi bu bilan o'yinda o'sha kifoyalangan. imkoniyatlar Keyin hali o'yinga yetib kelamiz. 60 ga 40 Navbahor foydasiga. 60 ga 40. Zaxira imkoniyatlarini ham masalan Shohmalik Komilov tushyapti, masalan Dilshod Komilov kichik jarohati bor edi. Oxirida tushirdi masalan. Abbos G'ulomov o'tiribdi o'sha o'tgan mavsumda o'ynagan o'sha teydilar, ya'ni nima demoqchiman? Zaxira imkoniyatlari ham Navbahorda yaxshi masalan, anchagina. Ya'ni qaysidir futbolchi jarohat olsa, uni o'rnini to'ldiradigan futbolchilar yetarlicha jamoada. Masalan, oldingi chiziqda deymizmi? Masalan, Fantasyda kapitan yoqmoqchi edingiz Zabihullo O'rinboyevga, Zoranga yoqqan, to'g'ri ikkalasi ham gol urdi. Yaxshi, bu o'yinda agar o'sha ishlamasa ham Fantasy, lekin Zabihullo O'rinboyevga kapitan yoqmoqchi edim. Shunaqa o'yinda favorit Navbahor bu o'yinda. Foizda necha? 60 ga 40. Yaxshi. Men foizlarda biroz balandroq bergan bo'lardim, ya'ni 70 ga 30 deb. Nima sababdan? O'sha Buxoroni Qo'qonga qarshi uchrashuvda ko'rdik. Darvozabonni juda ko'p vaziyatlarda qutqardi va Navbahorda ham xuddi shunaqa. Navbahorda ham Anvar Hojimusayev. Men aytmoqchi bo'lgan narsam boshqa. Buxor Qo'qonda futbolchilarni zarbalari, masalan, Sidiqov zarba berdi, Tapatatsiya zarba berib ko'rdi. Zarbalarga kuch yetishmadi-da. Ijrochilar nuqtai nazaridan Navbahorda ijrochilar yaxshiroq Qo'qonga nisbatan. Agar xuddi Qo'qonga bergan imkoniyatlarni Navbahorga beradigan bo'lsa, Navbahor bu uchrashuvda ko'p ehtimol g'alaba qozonadi. O'sha 70 ga 30 taxminim. Undan tashqari baytda Kapadze masalasi yoki bo'lmasa jamoa birinchi turda o'zida qiyin uchrashuvda g'alaba qozongandan keyin kayfiyat ham yaxshiroq bo'lishi mumkin jamoada. Shunaqa. Va yana bitta narsani aytib o'tmoqchi edim, o'sha Navbahor jamoasini o'sha hayron qoldirdi. Muxlislari bo'lmasa o'sha vodiydan borib vohaga borishdi o'sha kuni. Umuman zo'r ishlab qo'yishdi. Bu bilan qaysidir fan klubga nimadir demoqchiman. Umuman muxlislarni aytmoqchiman, o'sha koridor qilib kutib oldi jamoani. Koridor qilib o'sha chiqib ketishda ham oxirigacha kutib, qo'llab-quvvatladi. Bu borada ham Navbahor o'sha o'tgan mavsumda o'sha stadioniga ham odam tushmay qo'yganligi, Beysaga o'zingizlar ham ta'kidlab o'tgandinglar. Bu mavsum o'sha Navbahor muxlislari ham katta sahnaga chiqsa kerak. Olimpiya stadioniga ham ertaga muxlis kelsa kerak. Yaxshi muxlis kelsa kerak Navbahordan, chunki baribir Samarqandga borishdan ko'ra bu yerga kelish yaqinroq-ku. To'g'ri, faqat bitta tomoni bor. Endi Ramazon oyi munosabati bilan ko'pchilik roza tutgan bo'ladi va hokazo. Shu sabab nisbatan kutilayotgan haligi ko'plab muxlislar bo'lmasligi mumkin. Agar Ramazon oyiga to'g'ri kelmaganda bunaqa o'yinlar, masalan, chempionatning startini Navbahor muxlislari ancha ko'p, bundan ham 2-3 barobar ko'proq qilib o'tkazgan bo'ladi. Viloyat hokimi tomonidan shu muxlislarga yaratib berilgan qulaylik natijasida ular viloyatlarga borib kelib yuribdi hozircha. Endi ko'ramiz bu qay darajada davomli bo'ladi. Bularning hammasi jamoa natijalari bilan o'zaro chambarchas bog'liq. Jamoa natijalari yaxshi bo'ladigan bo'lsa, muxlislar o'ylaymanki
kimdir yordam berishi shart emas. Ular o'zini yonidan ham sarflab boradigan muxlislarda, masalan, aynan fan klub bo'lishi shart emas. Vodiyda o'zi aslida har qanaqa klubda o'zi fanatlari bor. Fan klubdan ham yuqori turadigan. Ular ko'proq haligi jon kuydiradi. Jamoa mag'lubiyatga uchraydi, boshqa bo'ladi. Ular fanatligini qilaveradi. U muxlis haligi fan klub aytgan qanaqadir she'r yoki ashula, qo'shiq boshqa emasda, ularni o'zini qo'llab-quvvatlashi bor. Endi hozir mavzudan biroz chetga chiqib ketib qoldik. Ya'ni aytmoqchimanki, bu yerda Navbahorda hozir holat shunaqaki, jamoa yangi mavsumga yangi katta murabbiy bilan kirib keldi. Yaxshi futbolchilarni transfer qildi. Va afsuski bitta tomoni bor, klubni maydoni hozir rekonstruksiya bo'layotgani bois o'yinlarni Toshkentda o'tkazadi. Agar Namanganda bo'lganda, bu umuman dahshat ajiotajni keltirib chiqarardi. Rekord Bobur Arenada bo'ldi. Bunda bo'lishi ham mumkin. Yo'q, hali u rekord emas. Birinchi tur, rekord. Birinchi turni natijasi, muxlislar borasi. Chunki u rekord biz Andijonda stadion to'lganini ham ko'rdik. Birinchi turda stadion to'lmadi-da. To'lmadi. Bu o'sha Ramazon oyi bo'lgani ta'sir qildi. Endi mana sekin-sekin ro'za tugagandan keyin biz ko'ramiz rekordlarni. Masalan, Neftchi talashadi, Namangan talashadi, Navbahor, Andijon talashadi hali. Bu yoqda yana boshqa jamoa Dinamo hali qo'shiladi kurashga. Dinamoning o'zida ham hali to'lmadi-da. Vaholanki mavsumni o'rtalarida Dinamoda qanaqa ajiotajlar bo'lib ketdi. Oq armiya qanaqa furor ko'tarib tashladi. Dinamo bilan Andijonning o'zaro raqobatini, muxlislik borasidagi raqobatlarni ko'rdik. Hozir birinchi turda qisman to'lmadi, lekin bu o'ylaymanki vaqtincha va ular hali yana furor ko'taradi muxlislik borasida. Raqobatlar juda ham kuchli bo'ladi. Bu mavsum murabbiylarni raqobati, klublarning o'zini, muxlislarning raqobati yuzaga kelyapti. Bunda faqat haligi neytral tomoshabinlar, futbolni yaxshi ko'radigan insonlar yutadi. Va o'yinga keladigan bo'lsak, Buxoroning imkoniyatini biroz pastroq baholanishi bu tabiiy, lekin bitta tomoni bor, Buxoroni unutmaslik kerak. Kubok finalchisi va aytishim mumkin chaqilmas yong'oq. Lekin shunday bo'lsa-da, Navbahorning futbolchilarini darajasi baribir o'z so'zini aytsa kerak. 55 ga 45 kichik ustunlik Navbahor. Buxorodan ketgan o'yinchilar ham ta'sir qilishi mumkin-da. Omonov ketdi yoki Tabatatse. Bu ham sabab endi shular tayyorlandida baribir jamoa. Shu tomoni ham. Keyin rekordlar haqida gap ketganda bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. 3-turda Neftchi bilan Andijon o'ynar ekan. Farg'onada adashmasam rekord shu o'yinda bo'lsa kerak, men taxminim masalan. Yo'q, sabab rekordlarga hali shoshilmaylik. Yo'q, masalan, keyingi turda eng ko'p muxlis yig'gan o'yini bo'lishi mumkin. Hali rekordlar men o'ylashimcha oldinda bo'ladi. Bu menimcha bir 7-8-turdan keyin biz rekordlarni hisoblashni boshlasak kerak. Sekin. Masalan, Neftchining o'zida bo'ladimi, Andijondami, Namangandami, Samarqanddami, Qarshidami, Toshkentda biroz qiyinroq, lekin agar Paxtakorning ham natijalari yaxshilanib boradigan bo'lsa, raqobat juda kuchli-ku. Muxlislar balki qaytib qolar, balki futbolga boshqacha kayfiyat ulashib yuborar muxlislarga. Muxlislarni stadionga chorlashga harakat qilib ko'rar. Shundan umidim bor. Imkoniyatlar foizlarda 55 ga 45 dedim. Aha.